Birgalikda Manro'da bugun albatta biz Minecraft o'ynaymiz. Do'stlar, birinchi qiladigan ishimiz bu shaharga. Biz shahardamiz. Ana biz askar hayotda olamiz. Do'stlar, mana biz kompyuter fonida va Ritilla bilan birgaman. Do'stlar, ko'rib turganingizdek kechib qoldi. Uyga boramiz do'stlar. Uyga borib mazza qilib dam olamiz. Keyin esa keyin armiyaga borib bir balo qilarmiz. Ertaga bizani armiyada ishlab kutyapti. Svet ishlayapti. Uxlaymiz. Do'stlar, biz mana endi bu ochiq, eshigi ochiq qolib ketdi. Qo'riqchi bu yerdan nima qilyapti do'stlar? Qo'riqchi nima qilyapti? Bu yerda yo'qolmaydi. Yo'qol qo'riqchi, mana qo'riqlaylar ekan. Armiyachilar turibdi. Mana tezroq armiyaga borishib kerak do'stlar. Politsiyadan ruxsatnomasiz armiyaga boraman de. Yo'q, armiya bitmas. Mana armiya barcha sinovlar kuchli do'stlar. Mana bu yerdan chiqib missiya bajarish kerak. Xullas tepaga chiqish kerak edi. Mana shu yerda juda ko'p ishlar qilish kerak. Chiqib zarur bo'lmagan ishlar yo'q. Mana endi bu Xitoy zina bor, buni inobatga olmaymiz. O'zimizni tashiymiz. Nimadir bo'lyapti u yerda. Xo'p, kavazni ichida manimcha bugun yo'lga chiqa olmaymiz. Nimaga kirgan bu ahmoqlar bilmadim, lekin shaxta emas, balki bizga yozib pichoq kerak. Yo'q, ayni paytda yomg'ir ham yog'vordi. Do'stlar, bitta qiladigan ishimiz nima betlarda yuribsan, qo'sh o'tib ketay, xonani yoqib ketay. Issiq kelish uchun mazza qilib dam olamiz. Vaqt o'tkazmaymiz. Mana investormiz. Bizga chilik tezroq. Valqoya tushdik. Neyse, yo'lga chiqaman. Опана. Valqoya yetib keldik. Endi shefga ayting, xonamga dam olishim mumkin. Osmona xonaga chiqib qo'ydim. Endi kiraman. Formamni yechib qo'yib, bilmayman nima
bo'lyapti bunga. Burada yo'qlarga qaraydi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz like bosib kanalga obuna bo'ling.